Sen bu dunyoda hech kimsan, tushundingmi? Agar menga qarshi chiqsang, yanchib tashlayman. Tushundingmi? La'nati yetimcha. Maktabda ham tekin o'qiyapsan. Sen meni dadam to'lagan soliqlarga kun kechiryapsan. Sonki senga xat yozgan ekan. Sen uchun o'zim yozib beraman. Jinso berib qo'yishimni so'raganda, o'zi berishib qo'ydi. Seni hech kim yaxshi ko'rmaydi. Asabni o'ynamay, jimgina yashashni davom ettir. Bu ishdan keyin unga tinch yashashiga qo'ymayman. Kechqurun kim bilan dars qilasan? San'at o'qituvchimiz bilanmi? Shundaymi? Boshqa nashiga burun suqyapsanmi? Hatto ochiqchasiga. Qo'rqinchli filmlarda senga o'xshaganlar birinchi o'lib ketadi. Lekin omading keldi. Haqiqiy hayotda sendek odamlarni o'ldirishmaydi. Bu o'yinni quloqchinlari va o'sha pullar. Buni men qilmadim. Yig'lashga shoshing. Bu boshlanish.